Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Aka, aka? yaxshimisiz? Charchamayapsizlar? Nima xizmat aka? Nima yordam? Aka ko'rmaysizmi? Shu motorim aka moy qolmaganmi? Mashina o'zimiz o'chib qoldi, shuni qolib ketdik-da aka yo'lda. Maxsus ustaxona bormi ayt yaqinda, tortib boramizmi? Yo'q aka, menimda magazin bor ekan. Shu magazindan moy qo'yasam yaxshi bo'lardi. Qayerdadir moy sotadi, to'g'risi endi erkaklar tushunasiz-ku. Yonimda pulim ham yo'q edi, aksiga olib aka. Ozgina puldan yordam qilib tursangiz aka, bir ko'rishganda berib yuborardim akajon. Bo'ldi aka. Mana 100 ming chiqarkan aka. Ko'rdingmi? Soqqa qilishi. Hozir yana 2-3 ta mashina to'xtatsak, normalniy soqqa qilamiz. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimi? Tushmadim, men bor o'zi. Yo'q, yo'q, Yomon yo'q. charchaganman. Aka, men bor uzr endi to'xtatganim uchun. Shu mashinamni moyi tugab qolgan ekan, ko'chada qolib ketuvdim-da, o'chib qoldi aka. O'shanga bir yordam qilib tura olmaysizmi puldan aka? Xo'p, aka. Qarang, menda mana shu pulim bor ekan deb bor-yo'q, aka. Hozir to'g'risi gaz quyib kelyapman. Bor-da, akajon. Mayli aka. Sog' bo'ling, xo'p. Uydagilar telefon qildi, shoshmay tur. Tinchlik ekan. Alo, assalomu alaykum. Bolam, qayerdasan? Uy yonib ketdi, uy yonib kul bo'ldi, bolam. O'zingizga hech narsa qilmadimi? Nimaga yondi? Uyga kel, bolam.